Salom hammaga. Men sizlarga shu paytgacha YouTube tarixida bo'lmagan videoni taqdim qilmoqchiman. Ya'ni Innovator iMars XG50 on-grid invertorning ichki tuzilishi. Avval invertorimizni o'zi bilan tanishamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu Innovator. Mana bu yerda parametrlari yozilgan. Ko'rishingiz mumkin. Buni yaqinda ta'mirladim. Hozir zo'r ishlayapti. Mana quyosh panellari ulangan, 3 faza ulangan. Mana bu ishlab turgan invertorni 3 fazasi bilan quyosh panellarini ulaganmiz. Endi ichki tuzilishini ko'rsataman. Uning uchun avvalo biz quyosh panelimizni manbasini o'chirib olishimiz kerak. Ya'ni xavfsizlik uchun. Bu o'zi o'chik holatda. Va tepada 3 fazamiz bor. Uni ham albatta o'chiraman hozir. Xo'p, 3 fazamizni o'chirib oldik. Endi ichini ochamiz. Bizda shurpayor bor. Mana sizlar. Bu ochildi. Endi ichki tuzilishini bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Mana PV simlarimiz qayerga kelgan, 3 fazamiz qayerga kelgan mana. Xo'p, bizda qayerda muammo bo'lgan? Mana bu qismda muammo bo'lgan edi. Ya'ni PV dan kelayotgan 400 voltni kamaytirib 12.5 3.3 ga aylantirib beradigan mana bu power supply qismi bor. Mana shu qismda muammo bo'lgan edi. Biz uni bartaraf qildik, tuzatdik va mana shu ishlayotgan holatiga olib keldik. Hozir har bitta qismni alohida tushuntirib o'taman. Xo'p, quyosh panelidan kelayotgan simlarimiz mana bu yerga ulanadi va simlar orqali mana bu switchga keladi, buraladigan switchga. Bundan o'tib ikkita kanalga aylanadi. Ikkita kanal, har bitta kanalda ikkitadan qism bor, ikkitadan bo'limi bor. Ya'ni jami 4 ta bo'lim shu yerga keladi. Mana ular high voltage protectionlar. Bu terminalning ustiga qotirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir aniqroq ko'rsataman. Mana shu simlar kelgan, simlar mana bunga qotirilgan, bu keyin protectionga ulangan. Oddiy sxema mana. Xo'p. Bu yerda nima bo'ladi? Mana buni ko'rishingiz mumkin. Filtr kondensatorlar. Buni ostida diod mavjud. Ya'ni quyosh panelidan kelsa ham baribir dioddan o'tkaziladi. Va har bitta liniya sim orqali o'zini bo'limiga keladi. Mana oq chiziqni ko'ryapmiz. Mana oq chiziq bilan ajratilgan qismda booster bu. Ya'ni quyosh panelidan kelayotgan kuchlanishni ma'lum bir voltga aylantirib beradi. Baland bo'lsa tushiradi, past bo'lsa ko'tarib beradi. Bu ko'tarib berganidan keyin mana bu yerda IGBT li driverlar bor. Bular sinusoidal qilib beradi bizga ushbu DC kuchlanishimizni. Keyin sinusoidaga aylangandan keyin mana bu yerga, mana shu yerda transformator bor shuni tagida. Ana shu transformatordan o'tib relaylarga keladi mana. Relaylarimiz qo'shganidan keyin 3 fazamiz bu yoqqa chiqib ketadi. Mana 3 fazada ham protectionlar borligini ko'ryapmiz va oxiri bu yoqdan chiqib ketadi. Mana bu yerda asosiy boshqaruv platasi joylashgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu hamma yo'qni boshqaradi. Juda qiziq. Lekin hammasini shu amalga oshiradi. Bu bo'lsa power supply qismimiz, quvvat manbai shu yerda. Mana bu bizning MOSFETimiz bo'ladi. Mana shu MOSFET tranzistor 1200 voltgacha chidaydi. Shuning uchun power supplyda shundan foydalanilgan. Xulosa qilib aytganda,
ko'pchilik simlar qayerga ulanganini topolmaydi ochgandan keyin. Agar qiziqib ochib ko'rsa, biz ana shuni ko'rsatmoqchimiz. Yaxshi niyatda. Mana. Birinchida 3 talik, uning orqasida 4 taligi bor, o'zi yozilgan. Ki mana bu yozilmagan, ikkita ventilyator. Shunda mana ko'rishinglar mumkin. Qaysi biri tepada, mana tepadan kelgani mana bu yerga ulangan. Keyin bizi mana bu qismimiz bu yerga emas, mana bu yerga ulanadi. Diqqat bilan e'tibor beramiz. LDO turibdi mana. Qora LDO turibdi. LDO bor tarafga emas, LDO yo'q tarafga ulanadi. Shunda adashmaslik kerak. Xullas shu iMars OnGrid 50 GTL ning ichki ko'rinishi bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.